Toshkent shahrida joriy etilgan yo'l chetlariga chiziq chizib qo'yib, pulli parkovkalar qilish tizimi odamlarga foyda keltiradimi, zararmi? Bizning fikrimizcha bundan ko'plab zarar bo'lganligi uchun bu g'oya aslida yaxshi bo'lsa ham, lekin bizda rasvo qilib amalga oshirilgani, ya'ni tor yo'llarga ham chizib qo'yib pul to'lashga o'tib ketilganligi sababli demak bir muddat avval biz mana shu qarorni bekor qilish masalasida mening fikrim portaliga petitsiya joylashtirgandik, lekin bizga noma'lum sababga ko'ra o'sha mening fikrim portali administratorlari uni ma'qullashmadi. Lekin shunga qaramasdan mana shu pulli parkovkani tashkil qilganlar tashkilotchilari men bilan bog'lanib ko'rishdi, gaplashdik va ular so'z bergandiki, demak Toshkent shahridagi tor yo'llarda, noqulay joylarda bunaqa pulli parkovka qilinmaydi, olib tashlanadi deyilgan edi. Lekin afsus, olib tashlamaganligini ko'rdik. Mana bugun demak Toshkent shahri Jar sport majmuasiga yaqin joyda yo'lda tor bo'lishiga qaramasdan pulli parkovkaga mashinani qo'yib qo'yganligi sababli yo'l transport hodisasi bo'pti. Mana uni ko'rish mumkin. Mana bu bitta palasada haydovchilar yurish kerak, lekin vaholanki bitta palasaga hech qachon sig'maydi bu yoqdagi potokda. Mana hozir mana bu yoqda yo'lda siqish orqali avariya bo'lgan, ya'ni turgan o'sha stoyankaga qo'yib ketilgan mashinani mana hozir kelib urilgan. Endi jabri nabijentrani egasiga tushadi. Sababi mashinani qilib berish kerak bo'ladi. Lekin aytganda, mana shu stoyankani o'ylab topgan odamdir. Qaysi kalla bilan ikkitali palasaga mashina qo'yishga stoyanka qilib qo'yish mumkin? Pul ishlash uchun xalqni qiynab, xalqni naborot hayotini xavf ostiga qo'yish mana shu joyda o'zini isbotini topadi. Oddiy aytganda bizga berilgan va'dalar yolg'on bo'lib chiqdi. Shu boisdan hali ham bo'lsa, demak, mana shu Toshkent shahrida joriy qilingan pulli parkovka bo'yicha qarorni bekor qilish haqida petitsiyani qayta joylab, uni ovozga qo'yish kerak deb o'ylaymiz. Bu jamoatchilikning fikri, reaksiyasini baribir tashabbuskorlar inobatga olish kerak. Endi hozirgi mana bu sodir bo'lgan yo'l transport hodisasidagi zararni kim qoplaydi degan savol bor. Albatta buni adolatli bo'lardiki, o'sha qarorni qabul qilganlar, ya'ni Toshkent shahar hokimligi va mana shu qarorni tashabbuskorlari, manfaatdor bo'lganlar buni zararini qoplasa adolatli bo'ladi. Yo qaror bekor qilinadi, yoki bular bergan va'dasida turib noqulay bo'lgan joylarga, zarar keltiradigan joylarga pulli parkovkani qilmaydi.